Telegramning kompyuter versiyasida xotirani tozalashni o'rganamiz. Buning uchun Settingsga o'tamiz, ya'ni nastroykaga va bu yerdan Advanced bo'limiga o'tamiz. Ya'ni продвинутый ruschada bo'lishi kerak. Xo'p, bu yerdan Manage Local Storage ga o'tamiz. Mana bu yerda Telegramning xotirasi boshqariladi. Xo'p, bizda summary turibdi, ya'ni xulosa общий. Natija hozir bizda 21 megabayt cache bor, Telegramning cache. Bu cache ortiqcha fayllar, Telegramda ochilgan fayllar. Rasm bo'lishi mumkin, ovozli xabar bo'lishi mumkin, GIF bo'lishi mumkin, stikerlar bo'lishi mumkin. Mana shular qo'shilib 21 megabayt turibdi. Mana pastda ko'rib turibsiz, 332 rasm ochilgan deyapti. 309 stiker bor deyapti va media cache. Umumiy olganda bu cache, ortiqcha fayllar. Biz mana bu yerdan Clear All ni bosib tozalashimiz kerak bo'ladi. Clear All ni bosdik va Telegramda xotira tozalandi. Endi biz rasmlarni bemalol yana boshqatdan yuklab olsak bo'ladi. Mana bu yerda cache'ni xotirasini boshqarsak bo'ladi. 9 gigabaytgacha, 9 bo'lsak, 9 gigabaytgacha fayllarni yig'ib boradi. Va 9 gigabaytdan oshmaydi. 9 gigabaytga yetganda Telegramda rasmlarni yuklashda muammo paydo bo'ladi. Rasmlar yuklanmaydi. Ya'ni rasmlar ochilmaydi. Mana shu holatda mana shu yerdan Local Storage'ga kirib, Telegramning xotirasini tozalashimiz kerak bo'ladi va Telegramda rasmlar yana avvalgidek o'z holida ochilishni boshlaydi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Agar savollaringiz bo'lsa, izohlar bo'limida yozib qoldiring. Videomizga like bosish esdan chiqmasin.